A guruh 8-tur doirasida bugun Qirg'iziston, Qatar, Eron, O'zbekiston va Shimoliy Koreya Birlashgan Arab Amirliklari o'yinlari kun tartibidan o'rin olgan. Ushbu o'yinlar orasida O'zbekiston futbol muxlislari uchun eng muhimi Tehronda Eronga qarshi bahs. A guruh yetakchilari Eron va O'zbekiston 8-turda o'zaro bellashadi. Ushbu o'yinda Eronni durang ham jahon chempionatiga olib chiqadi. Shu sababdan forslar deyarli bosimsiz o'ynaydi. Agar O'zbekiston g'alaba qozonadigan bo'lsa, ochkolarini 19 taga yetkazib oladi va ochkolar borasida Eronga tenglashadi. Bugun motivatsiya bosim o'zbekistonlik futbolchilar yelkasida bo'ladi. Sababi agar Eron mag'lub bo'lsa, guruhdagi ikki raqobatchi Qatar va Birlashgan Arab Amirliklari ochko yo'qotadigan bo'lsa, O'zbekiston azaliy orzusiga yetadi. Ya'ni muddatidan avval 2026-yilda bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritadi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, bugungi muhim bahsni O'zbekiston safida jarohati sabab Oston Nurunov o'tkazib yuboradi. Ma'lum bo'lishicha, u O'zbekiston bazasini tark etgan va Persepolis lageriga borib qo'shilgan. Shuningdek, 20-mart kuni Toshkentda Bunyodkor stadionida bo'lib o'tgan Qirg'izistonga qarshi bahsda Jaloliddin Masharipov sariq kartochka olgandi va keyingi o'yinni diskvalifikatsiya sabab o'tkazib yuborishi ma'lum bo'lgandi. Avvalroq terma jamoa yig'iniga jarohat sabab kela olmagan himoyachi Husniddin Aliqulov ham bugungi o'yinni o'tkazib yuboruvchi futbolchilar orasiga kiradi. Ma'lumot o'rnida Eron O'zbekiston o'yini bugun 25-mart kuni Tehrondagi Ozodiy stadionida bo'lib o'tadi. Bahs Toshkent vaqti bilan 21:00 da start oladi. Eron va O'zbekiston terma jamoalari jahon chempionati saralash bosqichlarida o'zaro 7 marta to'qnash kelgan. Shundan 3 ta o'yinda forslar g'alaba qozongan, O'zbekiston esa 1 marta zafar quchgan. Qolgan 3 ta o'yinda durang natija bilan tugagan. O'zbekistonning yagona g'alabasi 2012-yilda qayd etilgan. O'shanda Ulug'bek Baqoyevning 71-daqiqada bosh bilan urgan goli O'zbekistonga Eronga qarshi o'yinlardagi ilk g'alabani taqdim etgan. Oradan 13 yil vaqt o'tdi hamki, O'zbekiston Eronni mag'lub eta olganicha yo'q. 2023-yilda ikkinchi saralash bosqichi doirasida Bunyodkor stadionida bo'lib o'tgan O'zbekiston Eron o'rtasidagi o'yinda 2-2 hisobi qayd etilgan. O'shanda Eron birinchi taymda Rizoyan va Tarimining gollari evaziga 2-0 hisobda g'alabaga erishdi. Ikkinchi bo'lim boshida Oston Nurunov hisobni qisqartirgan bo'lsa, 83-daqiqada Igor Sergeyev gol urib hisobni jangovar 2-2 ko'rinishga keltirib qo'ygandi. Saralashning ikkinchi bosqichi doirasidagi javob o'yini 2024-yilning 11-iyunida bo'lib o'tgan Tehrondagi Ozodiy stadionida o'tgan bahs 0-0 hisobida yakunlangan. Qur'a natijasiga ko'ra O'zbekiston va Eron 2026-yilda bo'lib o'tadigan jahon chempionati 3-saralash bosqichida yana ro'baro keladigan bo'ldi. Ushbu bosqichdagi dastlabki o'yin 2024-yilning 10-oktyabr kuni Bunyodkor stadionida bo'lib o'tgan va o'shanda 0-0 hisobi qayd etilgan. O'sha o'yinning 57-daqiqasida eronliklar futbolchisi Solih Xardaniy qizil kartochka olib maydonni tark etgandi. Ammo O'zbekiston bir kishi ko'p bo'lib ham o'yin yakuniga qadar raqib darvozasini ishg'ol qila olmagan. Ushbu bosqichning javob o'yini bugun 25-mart kuni Tehrondagi Ozodiy stadionida bo'lib o'tadi. Bu bahsda Eronni durang natija ham jahon chempionatiga olib chiqadi. Agar O'zbekiston g'alaba qozonadigan bo'lsa, yo'llanmani qo'lga kiritish uchun yana bir katta qadam tashlagan bo'ladi. Eron O'zbekiston o'yini uchun taxminiy tarkiblar: Eron Beranband, Xarjani, Kanizdagen, Xolizoda, Muhammadali, Alipur, Oddos, Jahonbaxsh, Gaidi, Tarimiy, Azmun. O'zbekiston: Yusupov, Sayfiyev, Husanov, Ashurmatov, Eshmurodov, Alijonov, Hamrobekov, Shukurov, Fayzullayev, Erkinov, Shomurodov. Mazkur o'yin Toshkent vaqti bilan 21:00 da start oladi. Siz hoziroq Telegramdagi Bugun futbol kanaliga o'tib obuna bo'lib, bahsni jonli efirda yuqori sifatda tomosha qilishingiz mumkin.